Ro'zikimidi? O'xshatdingizmi? Da, zo'r ekan-a? Uni sotmoqchisiz? Brilliantiga alohida pul berasizlarmi? Da, 750 proba ekan bu. Larzam 750 proba. Komplekt ekanda endi bular. Ha, toza narsa. Ko'zlari toza sapfir deyishgan. Ularni gramni chiqaramiz. Rosa og'ir ekan-ku, falon pulga olingan shekilli. Nimasi bor? Rosa og'ir ekan, falon pulga olingan shekilli bu. Gapirmang, qimmat narsa. Gramni biz sizga 200 dollardan qilib beramiz, brilliantlari, safirlari bo'lgani uchun. Voy, buncha yaxshi. 13600 bo'lyapti, faqat so'mda beramiz. 12200 dan kurs hisoblasak, 165 million 900 chiqyapti. 166 million tekis beramiz. Mayli, endi bu tillalarni ko'rib bering. Ha, 166 million bo'laysiz. Mana ya, bularni ko'ring. Bular sariq tilla 585 ekan-a? Ha. 585. Endi bularni Mamlakat oddiy toshlaringiz minus bo'ladi opajon. Oddiy ko'zladi. Hop. Umumiy og'irligi 31.59 chiqyapti. 31.59 dan tosh tishlaringizga 1,5 gramm bo'ladi. Shunda biz 1,5 gramm ko'p albatta 0.5 dan. Uchtasiga 0.5 dan. Men sizga bugungi birjadan kelib chiqib 980 mingdan qilib beraman 585 probalaringizni. 29 million 488 ming chiqdi. 29 million 600 qilay. O'zi yomon narx bo'lmadi. Voy xudo. 29 million 600. Shunda 29 million 600 plus 166 million. Jami biz sizga 195 million 600 beramiz. Ma'qulmi? Faqat sariq tillarni pulini alohida qiling, buni pulini alohida qiling. Xo'p, qog'ozimiz bor, shuni to'ldirib bersangiz. Nima deb to'ldirish Hozir kerak? sizga pullarni sanab beraman. Bu tilla o'ziga tegishli to'g'risida. Ha. Mana bu tillalar o'zimga tegishli. Ha, bunisi-chi, qimmatbaholaringiz. Men o'sha tillalarimni o'sha Diamond o'ziga borib pullamoqchiman, juda pul zarur degan edim. Bir dugonam ayollarga qimmat libos sotadigan dizaynerlik markazida tikuvchi bo'lib ishlaydilar. O'sha yerdan topib olgan ekanlar. O'shanga buni nima qilaman, biron joyga taqa olmasam, o'shani pullashimga yordam bering deganlarga olib keluvdim. Unda bu narsani olib ketishga to'g'ri keladi. O'z tillangizga men hisoblab beraman. Nimaga? Bu tilla egasi yo'q-ku. Topib olingan tillarni biz egasi olamiz. dugona, egasi topib olgan bilan Ertaga egasi topilib qolsa, keyin biz aybdor qolamiz. Bu dugonangiz o'zlari kelib qolsalar yoki egasini topishga harakat qilsalar kameradan. voy, shunaqa toza narsani ham olmaysizlarmi? Ming bor uzr, majburmiz olmaslikka. Rosa pul zarur ekanda hozir. Iloji yo'q. Iltimos, Men o'z tillangizda chiroyli narxlarda olib qolaman. Aytdim-a unga. Boraylik birga. Va birovni omonatida odam. Birovni omonati hozir ertaga egasi kelib qolsa nima qilamiz? Bo'pti, unda tushuntiraman, to'g'ri aytasiz. Bekorga Men siz o'z tillangizga 29 million 600 hozir sanab beraman. Bo'pti, mayli. Mana bu yerda 20 million, bu yerda 9 million 600. Bargasiz bersan, 29 million 600 bo'ldi. Medallar chiqib ketmasin. Bo'ldi, xizmatingizga rozi